Kimdirlar meni ustimdan kulayotgandir. Kimdirlar rahim qilayotgandir. Kimdirlar hidoyatga qaydayotganimdan xursand bo'layotgandir. Men ochiq-sochiq kiyinib yurganim bilan har doim qalbimda Alloh bo'lganda, har doim qalbimda Alloh bo'lgan. Har doim sadaqamni berganman. Har doim Alloh bilan suhbatlashganman. Yomon kunimda, yaxshi kunimda. Chunki men ota-onam menga qaramaganda, men o'zimni tirik yetimdek his qilganman. Har doim sevinch, sen yolg'izsan. Senga Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Kambag'alligimda ham boshqa va har bir sizlar o'ylaganchalik ochiq-sochiq yurgan qizlar ichida iymoni yo'q bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Hammasini ichida iymoni bo'ladi. Hammasini ichida bir kunmas o'laman, bir kunman qabrga tushaman degan narsa bo'ladi. Men sizlar uni jalab deylar. Men sizlar uni yomon inson deb hisoblaylar. Lekin ichidan o'sha inson, o'sha ayol tavba qilishga harakat qiladi. Qaniydi men ham hijobda yursam, qaniydi men ham Qur'on o'qisam deb Allohga ming qatla shukr. Qur'onimni bilaman, namoz o'qishni bilaman, hamma narsani bilaman. Vaqtida Qur'on o'qib, vaqtida 5 mahal namoz o'qigan paytlarim, qizim bilan och qolgan paytlarim, o'gay dada, o'gay ona ko'rgan vaqtlarim, har doim nima desam bo'ladi, yomon insonlar bilan emas, yaxshi insonlar bilan yurishga harakat qilganman. Qiynalgan insonlarga yordam berishga harakat qilganman. Har qanaqasiga ko'ynimni toza qilganman. Hech qachon ko'ynimni kir qilishga harakat qilmaganman. Allohga bir yoqadigan tomonim borki, Alloh ko'p sinov beradi. O'sha sinovlarni menga dars qilib beradi va yaxshilikka hammasi. Mana ko'rasizlar, даже men ota-onam kelib yonimda 24 soat tepamda turib, bolam demaydi. Shuning uchun har doim aytaman, yo Robbim deyman, men yetimman deyman. Chunki onam men yonimga kelolmaydi, yig'laydi, duo qiladi. Onam men yonimga kelolmaydi. Dadam, bilmadim, dadam menga mehri yo'qmi bilmayman. Shunchalik o'zimni yolg'iz his qilganman. Shunchalik o'zimni yolg'iz. Hammani ota-onasi bor. Sizlar o'ylaganchalik blogerlarning hayoti judayam yaxshi emas. Men 3 ta o'gay ota ko'rdim. 3 ta o'gay ona ko'rdim. Hech qaysi meni chiqishtirmadi. Men ko'chalarda kichkinaligimda, 13 yoshligimda bolalar uyiga borib yotib olmoqchi bo'lganman-da. O'zbekistonga kelganman. Dadam meni katta qilmaganligi uchun dadam menga mehri yo'q bo'lgan. Misol uchun ichimda o'tayotganlarni Alloh biladi-de.
hammasini aytgim keladi. Hammasini, dardlarimni hammasini aytgim keladi. Lekin Robbimga shukr deyman. Robbim rizqimni berdi. Robbim ustuvor yo'l ko'rsatdi. Allohim rizqimni barakasini berdi, farzand berdi menga. Yaxshi ona bo'lishim uchun Turkiyada qiynalib farzandimni tuqqanman. Hech kim yonimda bo'lmagan. Begona deb qarashmagan Turkiyadagi doktorlar ham farzandimni tuqqanimda 2-3 kundan beri shu ko'z yosh kelmayotdi. Bu dunyoda men Allohdan boshqa hech qanaqa sevadigan insonim yo'q. 2 kundan beri больницada yotibman. Dadam uyim kelgani yo'q. İnsonga qanchalik og'ir sira o'lisira bu qiz dardi yo'q. Bu qiz man uyda kasal bo'lib yotgan paytlarim ham, gripp bo'lib yotgan paytlarim ham hech kim yaxshimisan yonimga kelmagan. Pulim borki medsestrani chaqirib eshigim ochiq turibdi, hushimdan ketib qolgan bo'lsam qarang. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Hammaga shunaqa insof bersin. Allohim hammani yo'lini ochsin. Sevinchga janim ehson qilishga tillalarni bor tillasini sotdi. Mashalloh. Sen ham har doim shunaqa go'zal bo'lib yurgin. Xo'p? Nima qilamiz? Hammasiga qo'yib gaplashib qo'ydingmi? Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, shunaqa hammani yaxshi yo'lga Allohim o'zi chorlasin. Ehsonga qo'yib gaplashib qo'yding, qo'yib olgan ketyapmiz. Ya bismillah.